Hammaga katta rahmat aytaman. Buyurikning ochilishi davomiy bo'lsin. Alloh nasib qilgan bo'lsa, men yana 2-3 ta deb niyat qilganman. Quralay, ko'zi quralay. Mana bugun Yunusobodda B-Unique'imizning 3-filiali ochildi. Xudo xolasa 2026-yilda 100 ta filial qilish niyatimizda bor. Xudo xolasa amalga oshadi. Bizni kuzatishda davom eting. B-Unique doim siz bilan. B-Unique! Fighting!